Әмділі 20 yaşqa kirgan bir qiz bo'lib, u tor orqali bir yigit bilan tanishib qoldi. Ularning orasidagi munosabat kundan kunga kuchaydi. Bir kuni qiz ota-onasidan so'ramayla uning bilan sirtlarga chiqib ketdi. Ularning bir-biriga bo'lgan mehri yuqori pallaga yetgandan keyin to'y qilishga kelishdi. Yigit qizning oilasidagilarni qoyil qilish uchun ota-onasini elib qizning uyiga keldi. Qizning ota-onasi yigitning ahvolini to'liq surishti qilib bo'lgandan keyin maslahatlashib, oxirgi javobni beradiganligini aytib, ularni yo'lga soldi. Qizning cho'ng akasi yigitning ahvolini surishti qilgandan keyin uning singlisiga munosib kelmaydiganligini bilib, bu to'yga qarshi chiqdi. Buni anglagan qizning ko'zi qorong'u bo'lib, arvohi ushdi. Qiz akasiga qat'iylik bilan: "Men seni Allohdan qo'rqadigan taqvodor bir banda deb qarayman. Lekin sen mening bu yigitni 1 yildan beri taniydiganligimni bilmaysan. Men hatto uning bilan uydan chiqib ketgan edim. Shuning uchun eng yaxshisi to'yimizni tabriklashingni umid qilaman. Men uningdan ayrilib yashayolmayman", dedi. Singlisidan bu gaplarni anglagan akasining qattiq ochchig'i kelgan bo'lsa-mu, yanada o'zini tutib olib, tamkin holda mundoq dedi: "Singlim, bu yigit sizga mos kelmaydi. Uning bilan aralashganligingiz bir xatolik. Xatolik ustiga xatolikni takrorlamang. Uning bilan hargiz to'y qilmang." Qiz akasining taklifini keskin rad qilib: "Sen to'yimizni qabul qilsang qilding. Bo'lmasa men o'zimni o'ltirib olaman", deb tahdid soldi. Bu asnoda yigitning zo'rur bir ishi chiqib kelib, safarga ketib qoldi. Qizning dodi bir, ona boshqa yana bir akasi bo'lib, u ahvoldan xabar topgandan keyin qizni o'z uyiga akib oldi va bu masalada qiz tarafda turib, uningga ilhom berib, uning to'yini qilib beradigan bo'ldi. Shundoq qilib, ikki taraf 2 oydan keyin to'y qiladigan bo'lib kelishdi. Va'dalashgan vaqtmi yetib keldi. Singlisining to'yi bo'layotganligidan xabar topgan qizning akasi darhol safardan qaytib, udul singlisining dodi bir, ona boshqa qarindishining uyiga bordi. Hammaylan uni cho'qim darg'azab bo'ladi deb o'ylagan edi. Ammo u o'zini tutib olib, ularga chiroyli salom qilib, singlisi uchun yaxshi tilaklarni tiladi va singlisidan ota-onasining uyiga ziyorat qilish va rozilik olish uchun billa berishini talab qildi. Qizini ko'rgan ona uning salomini ilik olmadi. Boshqa qarindoshlari uningga nafrat ko'zlari bilan qarashga boshladi. Chunki qiz ota-onasi va qarindoshlarining qarshi chiqishiga qaramay to'y qilgan edi. Yigit tarafning kelinchakni ep ketadigan vaqti yetib keldi. Tunji kunili qiz yo'ldoshining aslida zaharlik chekimlikka xumo ekanligini va uning zaharlik chekimlik ep setish jinoyati bilan tutilib turmaga kirib chiqqanligini bildi. Qiz ana shu vaqtda akasining nasihatlarini aslab bahmo pushaymon qilishga boshladi. Biroq vaqtning o'tishi bilan qizmi bu turmushga ko'nib qoldi. Yo'ldoshining qiziqtirishi bilan qiz bara-bara o'zini zahar chekadigan bo'lib oldi. Buning bilan to'xtamay, yana texi ayollar orasida zahar tarqitishga boshladi. Kunlarning biri ular soqchilarning qo'liga tushdi. Qiz dodi bir, ona boshqa o'g'il bir tuqquni bilan aloqalashib, o'zini qutuldirib olish to'g'risida yolvurdi. U chekimlik chekib etib, bahramon holda o'zining bu ish bilan aloqasi yo'q ekanligini aytdi. Qizining aqliga diyonatlik ko'yimchan akasi keldida uningga xabar yetkazdi. Buni anglagan akasi darhol soqchixonaga kelib, ulardan ahvolni surishti qildi. Oxiri singlisining yo'ldoshi bilan paranglashib, uningdan singlisini oldimasligini, ham uni taloq qilib, so'zini berishini talab qilib, ularni ayirib-etdi. Hamda bir amallar bilan singlisini soqchixonadan chiqardi. Biroq u singlisining davolashga muhtoj ekanligini his qilib, uni doktorxonaga opirib, o'z chiqimi bilan davoladi. Qiz tamoman o'z asliga kelgandan keyin akasi uni uyga qaytarib keldi va yo'ldoshidan ayrilib ketgandan boshqa barliq jarayonlarni hech kimga demaslikni topildi. Yigit singlisiga nasihat qilib, namoz o'qishni, Qur'on o'qishni, ilgirki gunohlarga tavba qilishini alohida tavsiya qildi. Akasidan ta'sirlangan qiz ko'ziga liqqida yosh ep, buningdan keyin akasining nasihati bo'yicha ish qiladiganligini bildirdi. Kunlar o'tdi. U 5 vaqt namozni tashlamaydigan, Qur'on o'qiydigan axloqli bir qizga aylandi. Allohning taqdiri bilan uzun o'tmay akasining nihoyatda yaxshi axloqli bir do'sti bilan to'y qildi. U o'zining tavbasining maqbul bo'lib, Allohning o'ziga yaxshi bir hamroh nisib qilganligini bildi. Qizni yigitning oilasiga ep ketadigan chog'da qiz akasiga qarab yig'ilgan holda: "Menga dadamning o'rnida yaxshilik qiladigan, ko'yimchan bir akini nisib qilgan Allohga hamd sanolar bo'lsin", dedi. Ulug' Alloh mundoq deydi:
Kimki bira yomonlik yoki o'ziga bira zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilguvchi nihoyatda mehribon ekanligini ko'rdi. Kimki qasdan bira gunoh qilsa, uni o'zining ziyniga qiladi. Ya'ni uning vabolini o'zi totadi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir.